Eng pastkash ishlardan biri insonning yaxshi huquqidan foydalanishdir. U sahiy bo'lsa shilib olasiz. Kechirimli bo'lsa unga nisbatan xato qilasiz. Sizga ishonsa uni aldaysiz. Muloyim va yuvosh bo'lsa uni mensimaysiz. Keyin u portlab sabri tugaganda ana uni asl basharasi ochildi deysiz. Shunaqa. Eng pastkash ishlardan biri insonning yaxshi huquqidan foydalanishdir. U sahiy bo'lsa shilib olasiz. Kechirimli bo'lsa unga nisbatan xato qilasiz. Sizga ishonsa uni aldaysiz. Muloyim va yuvosh bo'lsa uni mensimaysiz. Keyin u portlab sabri tugaganda ana uni asl basharasi ochildi deysiz.